Yaqında üzümü meybağlab pişirdi tuqqanlar. Men mushu qora üzümü to'g'risida qisqacha sizlar bilan o'rtoqlashib o'tay. Bu qora üzümününki roli nihoyatda bak yuqori. Tibobatda buni bak ko'p do'rg'a ishlatamiz. Bu qora üzümni xom yegilyapti, sharbat qilib dori yasab ishkilimi bo'ti, qo'rib tomoqning o'rnini yegilayotgan mushundan nihoyatda bak yaxshi bir yemaklik ham davolash kuchi nihoyat yuqori bo'lgan bir oziqlik. Endi bu qora üzümününki alohidaligi qanday degan chog'da birinchidan choy tushib qadamligi bak yaxshi. Muşu çeçi daim tushayotgan mezgillarda muşu qora üzümünü ko'proq yeb bersanglar, choy tushishning oldini ola oladi. Chunki qora üzümünün uzuqlik qiymati bak yuqori. Bularni terlardan, bularni choy yiltizininki qon aylanishini rivojlantirib, muşu choy yiltizininki uzuqlik ilishiga nihoyat bak yuqori unum paydo qilgan sababidan çeçi tushayotgan muşu odamlarga choy tushishning oldini oladi. Ikkinchidan, tal iqtidorini yaxshilaydi. Yani muşu qora üzümününki odatda muşu arteriyaning botqisiman qetishishi, suyak bo'g'imlarning qetishi qatorliq kasalliklar girib tavg'a odamlar muşu qora üzümünü ko'proq yeb bersa, bu oshqozon talni quvvatlab, yuqoriga o'xshash qon tomirlarining qetishining oldini tamoman olg'ili bo'ladi. Uningdan bilak qora üzümünün kasalliklarining oldini olish, hazmni yaxshilash qatorliq nurg'unliq yaxshi xususiyatlari bor. Endi muşu qaysi xil kasalliklar qora üzümünü ko'proq iste'mol qilib bersa yaxshi degan chog'da birinchidan revmatizm bilan og'riyotgan tuqqanlarimiz muşu qora üzümünü revmatizm bilan og'riyotgan tuqqanlarimiz bu qora üzümünü ko'proq iste'mol qilib bersanglar ayta bak yaxshi. Chunki qora üzümünün tarkibidagi uzuqlik qiymati nihoyat yuqori bo'lgan bo'lib, bu muşu bo'g'im suyaklariga qetishib olishi, yallig'lanish qatorliqlarga nisbatan buning davolash xususiyati ham yalliq qaytarish xususiyati nihoyat bak yuqori. Muşu doim beshi qiyib ko'zi qorong'ulashib, yuragi to'la soatgan odamlarma mushu qora üzümünün qiqidan doim iste'mol qilib bersanglar, mushu yuragi to'la chalang'ayotgan, to'la beshi qaytgan, yuragi siqilayotgan bunda ahvollar asta tamoman yo'qolib ketadi. Yana birga üzüme mushu ayollardagi hez to'xtash, hez qalayma-qalashdan kelib chiqqan nurg'ulg'an mushunda ushshoq kasalliklarni mushu qora üzümünü ko'proq iste'mol qilib bergan chog'da mushunda boshqa tinchligini yengillatib berdi yoki saqaytib berish xususiyati bor. Onun bilan müşa qora üzümünün tini ojiz, hazm yaxshi bo'lmagan, ishtihosiz, putqulida mag'du yo'q. Mushunday odamlarga qora üzümünü ko'proq iste'mol qilib bersanglar, mushu üzümüningki quvvati badanga kirgandan keyin o'zinglarga hayron qolgan ahvolingizni bayqaysizki, o'zinglardagi ba'zi ushshoq kasalliklarningki asta yaxshilanayotganligini yoki g'oyib bo'lib ketganligini his qila olasizlar.